Ajoyib lokatsiya, ajoyib atmosfera. Hurmatli kuzatuvchilar, Oybek klinikasi Taxtabozor atrofida korobka holatdagi domlar bilan hozir tanishamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 3-4-qavatimizda opsha 6 ta xonadon bor. Har bir xonadonda kvadrati 107 kvadratdan. Ana shuni hozir bittasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Kirib kelishlaringda mana shu xonadonga kirib kelishlaringda o'ng qo'lda mana shu oshxona. Bu tomonida mana sanuzelga yaqin mana tualet, bani, vanna. Bu tomonda bolalar yotoqxonasi qilsa ham bo'ladi, detskiy. Hop chiqamiz, undan keyin spalni mana shuni spalni qilsa bo'ladi, bemalol. Zal, mana shu zal. Men bu novostroykani doskонально tushuntirib o'tirganim yo'q. Hamma qavat bir xil, 3 tadan xonadon bor. 107, o'sha 107 kvadrat metr ekan. Hozir narxlarini pastda egalaridan qani so'rab ko'ramiz. Rahmat, bu xonadonlarning kvadratini qanchadan berasiz? Bu xonadonlarimizning kvadrat metrini 7 milliondan deymiz. Variant qilib ham sotaveramiz. Variant qilib ham berasiz. Kelishtirib, mijozga qarab kelishtirib qo'yaverasiz.